Keyingisi. Mana ustoz atrobotgan. Sizga baho yo'q. Nimaga? Kurs ishingizda kamchiligingiz bor ekan. Ha, qo'yib beravering ustoz. Er-xotinimiz-ku, kamchilikni uyda to'g'rilab qo'yaveraman. Siz avval uydagi kamchiligingizni to'ldirib qo'ying. Qanaqa kamchilik? Yarashdimi? Sal arzonroqdan olib tursangiz bo'lmaydimi? Talab yeringizni qiynamasdan ustoz. Sessiya payti oldirib olmasa boshqa payt olib bermaysiz-ku. Shuni olamiz. Davringiz keldi, bosing ustoz. Zarif. A? Ustoz demoqchi edim. Endi o'zizga keldingiz. Nima gap? Ana ingliz tili bilan hisobdan o'zing baho qo'ydirib bera qolgan, hech qo'yishmayapti-da. Как раз uyga bozorlik qilishingiz kerak edi. Ro'yxat tashlab qo'yganman. Bu fanlar ham tugamadi, ro'zg'ori kami ham tugamadi. Tak, produktlar bo'ldi. Hamma yaxshi ko'rgan shirinlik olish sizdan chiqmasin. Sessiya payti yomon o'zgarib qoladi, bu. Akajon 1 million bo'pti. Nimadan to'laysiz? Payme orqali. Aha. Ye? Payme yangilanibdimi? Nima bo'pti? Qani ko'rsingchi? Mana. Yangicha dizaynmi? Zo'r ko'rinibdi. Men ham oldin tushunmadim, lekin hammasi joyida. To'lash hamon juda oson. Demak shunchaki qulayroq bo'pti. Yangilanibdi, lekin o'sha o'zimizning eski payme. To'lab o'tdi. Xudoga shukr. Hech bo'lmasa shu yerda qayta topshirish yo'q ekan-ku. Ustoz, Yana nima? bitta matematika ustoz qoldi-da, shu baho qo'ymayapti. Shuni paddeshga qo'yib yuboring. Mani fanim emas-u. Tanishing-ku, yeringga qo'ydirib bersang nima qilibdi? Men siz bitta ishlamay plomingizsa, mayli. Lekin yemot qismog'i ham bor, bilasizmi? Nima qilishim kerak? Burchaklar qolib ketmasin. O'rgatmagan o'zim bilaman. Kechki ovqatdan solib qo'yarsiz. Nima o'zingdan ketyapsanmi? Uy yig'ishtirib idishlarni yuvayotganim yetadi. Ovqat qilmaymanmi? Mayli, sizdan o'tolmas ekansizda. Bo'pti, ko'chada ovqatlanamiz. Endi o'zingizga keldingiz. Yilin 2 oy sessiya bo'lsa. O'zimni xotinimga pora berib baho olaman deb o'ylamadim.